YouTube'da ham, Instagram'da ham Dubay hayotini yoritadigan biror bir katta kanal yo'q edi. Ovqatlanadigan joyga kirsanglar, hammasi halol. O'zimning hayotimga keladigan bo'lsam, hech nimasiz men Dubayga ko'chib kelganman. O'sha sababdan Dubayda ko'pchilik kechqurun ko'chaga chiqadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, YouTube'dagi Dubay va men kanaliga xush kelibsizlar. Men bundan taxminan 8 oy oldin sizlarga YouTube'da muntazam ravishda video qilaman deb va'da berdim, lekin o'sha paytda ozgina ishlarim ko'payib ketdi va o'zim ham to'g'risi o'zimda ham ayb bor, hafsala qilmasdan YouTube videolarimni to'xtatib qo'ydim. Lekin kunigacha YouTube'dagi videolarimga tasodifan kirib qolsam, bitta videoim 3.600.000 ta prosmotr yig'gan ekan. Bu degani uje juda katta natija. Yangi 4 ta dona video qo'yilgan kanal uchun bundan juda ham xursand bo'ldim va kecha men o'zimga yangi mobilograf olganman. O'sha bilan birgalikda bundan buyog'iga muntazam ravishda YouTube kanalini ham olib borishni maqsad qilib qo'ydik oldimizga. Yaxshi niyatda bu kanalni boshlayapmiz, xudo xolasa muntazam davom ettiramiz deb. Agar bizga podдержка bermoqchi bo'lsanglar, bitta like bosib, shunchaki kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz sizlarga Dubayni har taraflama chiroyli, yaxshi, yomon, oddiy hamma joylarini hattoki ko'rsatib boramiz. Instagramda men oxirgi 1,5 yil ichida men Instagramda juda ham zo'r kontentlar olib bordim va noldan ochgan profilim 180.000 ta podpischik yig'dim. Ya'ni bu juda ham zo'r narsa, juda ham zo'r natija va YouTube'ga ham harakat qilishim kerakligini anchadan beri o'ylab bordim, lekin Xudo meni shukrligi nasib qilgan ekan. Bilasizlarmi? YouTube'da ham, Instagramda ham Dubay hayotini yoritadigan biror bir katta kanal yo'q edi va meni Instagramdagi muvaffaqiyatimga ham aynan shu narsa sabab bo'ldi. Dubay hayotini yoritadigan kanalni boshqa yo'llik uchun Instagramimiz bum bo'lib ketdi va barakani aynan Dubaydagi barakamni Instagramdan topdim. O'zimning hayotimga keladigan bo'lsam, hech nimasiz men Dubayga ko'chib kelganman va o'sha hech nimasiz ko'chib kelgan hayotimda hozirgi kunda 10 taga yaqin mashinam bor va o'zimning tur firmamga asos solganman, qo'limda ishlaydigan bir qancha ishchilarim bor. Ozmi ko'pmi karyeramga ega bo'lganman. Hop, bugungi vlogimiz Dubayni nima uchun Dubayda ko'pchilik kechqurun ko'chaga chiqishi haqida. Dubay sizlarga agar aytib beradigan bo'lsam, yilni 8 oyi bu yoqda issiq bo'ladi. Ya'ni uje mana fevral oyi bo'lsa, fevralning yarmi bo'lsa, abetda issiq bo'lyapti, plyajga tushsa bo'ladigan darajada. O'sha sababdan Dubayda ko'pchilik kechqurun ko'chaga chiqadi. Hozir 9 bo'lyapti, lekin 10-11 da ham agar ko'radigan bo'lsanglar, 12, 1, 2 da ham Dubayda odam to'xtamaydi, juda ham odam ko'p bo'ladi ko'chada. Sababi shu yozda issiq bo'lganligi sababli ko'pchilik ertalab kech turishga va asosan kunni ikkinchi qismida, ya'ni kechqurun ko'chaga chiqishga o'rganib qolishgan. Va bugun sizlar bilan birgalikda Dubay aylanamiz va chiroyli joylarni ko'ramiz. Aynan Ramazon oyida Dubayga, umuman Dubayga emas, menimcha butun dunyoga sayohat qiluvchilar oqimi juda ham kamayadi. Dubayda ham xuddi shunaqa. Ramazon munosabati bilan islomiy davlat bo'lgani uchun juda ham katta skidkalar beriladi Dubayda. O'zim ko'p davlatlarda yashashni orzu qilganman, lekin Xudo nasib qilib aynan Dubayga kelganman. Boshqa davlatlarda, rivojlangan Amerika, Yevropa davlatlaridan farqi, istalgan bir mashhur brendga ovqatlanadigan joyga kirsanglar, hammasi halol. Bu shunchaki odam maza qiladi. Halol joyda yashayapsizlar, halol davlat, ovqatdan muammoinglar yo'q. Bu yoqda musulmonlar juda ham ko'p. O'sha narsadan maza qilamiz. Hozirgi mana Ramazon oyida ko'pchilik ketgan Dubaydan, hamma o'zining yurtiga qaytib ketgan. Lekin shunga qaramasdan kechqurun odam juda ham ko'p ko'chada. Dubay shahrida mana hozir ko'rsatib qo'ysang, bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, asosiy chiroy kechqurun. Kechqurun shahar chiroyli bo'ladi va svetlari mana lampochkalardagi svetlar ataylab sariq svet qo'yilgan. Abu Dabi bilan agar Dubay chegarasini ko'radigan bo'lsanglar, Abu Dabiga oq svetlar qo'yilgan. Ya'ni bu davlat poytaxti Birlashgan Arab Amirliklari. Dubayga sariq svetlar qo'yilgan. Chunki cho'ldan, ya'ni yo'qdan bor bo'lgan shahar degan ramzi bor bu svetda. Sap-sariq Dubay, lekin kechqurun prosta chiroyli atmosfera. Dubayda yo'lni bu yoqdan bu yoqqa o'tishi bitta yo'li bu metrolar. Metrodan o'tsanglar bo'ladi. Metro o'zi soat har kun har xil 11-11:30 gacha ishlaydi. Lekin men bu yo'ldan o'tadiganim umuman yopishmaydi. Boshqa variant yo'q. Chunki men bu ko'rayotgan yo'limiz bu glavniy daroga, bu yoqda tezlik 120 tezlikda harakatlanadi mashinalar. Hattoki 60 dan sekin yursa, unga radarlar bor. 60 dan sekin yurish mumkin emas. O'shaning uchun umuman odam o'tishi mumkin emas. Juda ham qattiq taqiqlanadi. Hattoki mashina yo'lni chetida
to'xtashi ham mumkin emas. To'xtaganning o'ziga $300 shtraf va yana bir qancha jazo turlari bor. O'shaning uchun mana hozir sizlar bilan birgalikda metroga kiramiz va metrodan yo'lni nariyog'iga o'tib Dubai u yoqdan chiroyini ko'rsatamiz. Va mana shu yerda hozir ko'rsataman sizlarga bizning ofisimiz bor. Men o'zim ishlaydigan ofis. Menda hozirgi kunda ikkita ish. Bittasi o'zimni tur firmam bor va ikkinchisi uy sotish bo'yicha bu yoqda bitta ofisda ham ishlayman. O'sha ofisni ham yo'lni bu yoqdan sizlarga ko'rsatamiz. 40-etajdagi ofisimiz tashqaridan bitta ko'rsatamiz. Ketdi metroga. Shu paytgacha bilasizlarmi, menda muammo dangasalik muammosi bor edi. Dangasalik ham deb bo'lmaydi, ishim juda ham ko'p edi va ko'p ish o'zimga qolib ketgandi. Xudoga shukr, hozirgi kunda o'zimga mobilograf olib kelganman va shu bola juda ham katta sababchi bo'lyapti. Hozirgi kunda YouTube kanalimni yana boshqatdan boshlashim uchun mana shu bolaning hozir motivatsiyasi bilan, qanaqadir yordami bilan aynan YouTube kanalimni boshqatdan yana yurg'izishni boshladim. Xudo xolasa menimcha bu ham juda ham muvaffaqiyatli proyekt bo'ladi deb o'ylayman. Bir kun muvaffaqiyatga erishganimda mana shu videolarni xudo xolasa boshqatdan qo'yamiz. Metrodan yo'lni bu yoqqa o'tib oldik. Bitta narsani tushuntirishim kerak. Dubayda bu yoq taraf, metroning bu yoq tarafi Financial Center metrosi turistik zona, чистый turistik joy. Umuman boshqa dunyo. Yo'lning nariyoq tarafida asosan ofislar, mehmonxonalar kam. U unchalik turistik emas, asosan ishchilar yuradigan joy, qaynoq shahar, hamma shoshgan boshqa. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsanglar, prosta odamlarning xursandchiligi bor. Mana Dubayga birinchi marta kelyapti, ko'zi yonib turibdi. O'sha narsalarni ko'rib maza qilasizlar. O'sha paytda Mamatda nima deydi? Dubayga bo'lgan muhabbat, Dubayga bo'lgan sevgi boshlangan. Qisqasi umuman boshlangan. Mana shu ko'cha men juda ham qattiq sevaman bu ko'chani. Financial Center ko'chasini. Prosta Mamatda maza bo'lib qolib ketgan. Men Dubayga ko'chib kelganimdan keyin boshida o'zim juda ham qiynalganman, natijalarga erishdi. Juda ham ko'pchilikni o'zimni tanishlarim, begonalarni Dubayga ishga olib keldim. Bu yoqda ish berdim. Kimdir epladi, kimdir eplolmadi. Даже kimdirlar meni boshimga balo ham bo'ldi. Juda katta tashvishlar ham olib kelishdi. Mana bu ko'k bino, bu bizning ofisimiz. Dubaydagi mashina 42-etajida o'sha men sizlarga boya aytganimdek uy sotish kompaniyasida ishlayman. Bu yoqda ham ofisga kelib o'zimni ishlarimni qilaman. Juda zo'r atmosfera. Xudo xolasa keyingi videolarda o'tdan ham sizlarga Dubayga qanaqa ko'rinishini bir ochib beramiz. Qisqacha juda bir boshqacha, qarochi odam depressiyaga tushib qoladi-yu, hayotdan siqilib qolgan paytlaringizda mana shu ofisga chiqib bitta manzaraga qarasangiz, hamma tashvishlaringiz esingizdan chiqib ketadi. Prosta hech kimsiz siz Dubai shunday yolg'iz o'tirsangiz, вообще, qarochi tasvirlab bera olmayman. Keyingi videolarda ko'rsataman bu yog'ini. Dubayda qaynoq joyiga ketdik. Mana shu hozir men turgan ko'chada juda ham ko'p kafe, restoranlar bor. Hammasi pashti, hammasi 24 soat ishlaydi. Hayot shunaqa qaynaydi kechqurun Dubayga kelganda. Ishonasizlar, mana men o'zim turist sifatida Dubayda yashagan vaqtlarim, turist bo'lgan vaqtlarim 5 soat, 6 soat uxlardim. Chunki o'zi 6 kun, 7 kunga sayohatga kelasiz, uni asosiy qismini uxlab o'tkazib вообще не стоит. Odamga yoqmaydi. Ishoninglar, 6 kun umuman yetmaydi. Menga shaxsan umuman yetmagan sayohatimga. Nima demoqchiman, qisqasi kechqurun Dubayda mana qaynoq hayot ketdi, birga ko'ramiz. Yur, cho'tga qo'yib ber ukam. Bugun YouTube'ga kontent qilamizmi, boshlaymizmi dedik. Shu bilan boshladik. To'g'risi, nima ideya qilishni, nima tema qilishni umuman rejalashtirmadik. Shunchaki yuragimga, qo'ynimga kelgan narsani, o'zim nimani yaxshi ko'rsam, ko'rgim kelsa, ko'p o'shani sizlarga ozgina ulashishga harakat qildim. Agar mehnatimiz ozgina bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, like bilan, kanalga obuna bilan, podpiska bilan poddeshka qilib qolishinglarni to'g'risi juda ham xohlaymiz. Rosa xursand bo'lamiz, chunki keyingi faoliyatimiz uchun bu juda ham muhim. To'g'risi, bundan tashqari yana bitta iltimosim, agar sizlarga Dubay hayoti rostdan qiziq bo'ladigan bo'lsa, mendan keyingi videolarni kutayotgan bo'lsanglar, nimadir video xohlasanglar, o'sha fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz yanada xursand bo'lamiz va nima haqida video qilishimiz kerak, o'zi bu blogimizni keyingi faoliyati, kelajagi nima bo'lishini anglab yetishimiz bizga osonroq bo'ladi. Poddeshka qilayotganingiz uchun rahmat. Bilaman, o'zbek xalqi o'zbeklarni juda ham ko'p poddeshka qiladi. Har doim biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Biz ham har doim sizlar bilan bo'lamiz. Joningiz sog' bo'lsin.